hech qanday giflarsiz, reklamalarsiz va qolaversa bloger yulduzlarsiz biz 1 million bo'ldik, o'rtoqlar. Albatta kim uchundir bu kichkina son bo'lishi mumkin, lekin biz uchun bir dunyo. Chunki 1 millionta kuzatuvchi tasavvur qiling, aynan sizlardan, sizga o'xshagan eng yaxshi insonlardan, eng meni hurmat qiladigan, meni faoliyatimga, meni mehnatlarimga qiziqadigan ayollardan tashkil topgan 1 million oila bo'ldik. Bu albatta juda ham hayajonli. Barchangizga kattakon rahmat azizlarim. Nima deyman? Birga bo'linglar har doim. Sizlar uchun doim yangiliklar yaratishdan charchamayman. Sizlar uchun doim yangi retseptlar berishdan va eng foydali ma'lumotlar berishdan hech qachon charchamayman. Sizning Nodira Yakubovangiz. Doim biz bilan birga bo'ling. Kattakon rahmat.